Assalomu alaykum, Umra ziyorat kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga 2026-yil avgust oyiga yangi qabullar, yangi narxlarni e'lon qilamiz. Albatta videoni oxiriga ko'ring. Videomiz yoqsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka opa-singillarga mana shu videoda maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozirgi kunda bizda Farg'ona Jidda va Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri parvozlarimiz amalga oshirilyapti. Ya'ni avgust oyiga qabullarimiz ochiq deb e'lon qilamiz. Ya'ni bizda har seshanba Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha, haftaning har chorshanba sanasiga esa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha parvozlarimiz muntazam amalga oshirilib kelyapti. Hozirgi kunda bizning safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramani tashkil qiladi. 3 kun Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari taqdim qilinadi. Madina Munavvarada gostinitsa oraliq masofamiz 150-200 metrni tashkil qiladi, Makka Mukarramada esa 700-800 metrni tashkil qiladi. Ya'ni siz xohlasangiz avtobusda, xohlasangiz piyoda borib kelish imkonini beradigan qulay va shinam 4 yulduzli gostinitsalarda istiqomat qilib, birgalikda tajribali va malakali 50 boshlar hamrohligida 14 kun mobaynida chiroyli ibodat va ziyoratlarni amalga oshirib kelish imkonini beradi do'stlar. Agarda to'liq va batafsil ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsalaring, quyidagi raqamlar orqali bemalol aloqaga chiqib, joylarini bron qilib, xudo xolasa sizlar istagan usulda to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Bizni musofirdan kuzatib turgan aka-uka opa-singillarimiz uchun ham Telegram, WhatsApp orqali ham bemalol o'zlarini qiziqtirgan savollarini yo'llashlaring mumkin. Hozirgi kunda bizda 12 ta viloyatdan 5000 dan oshiq ziyoratchilarni qalbidan joy olgan Centrum Holidays tur firmasini siz obunachilarimizga taklif beryapmiz. Ishonchli va garantiyali tur firma Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasi 235-A uyda joylashgan rasmiy litsenziyali Centrum Holidaysda barchangizni kutib qolamiz azizlar. Xo'p, hozirgi kunda firmamiz tomonidan yana bir narsaga yo'l qo'yganmiz, ya'ni chiroyli mana bunday sertifikat. Ya'ni siz ota-onangiz va oila a'zolaringizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, tug'ilgan kunlari bilan tabriklamoqchi bo'lsangiz, mana bunday sertifikatlarni ota-onangizning ism familiyasi va qachon qayerdan uchishlarigacha chiroyli qilib yozib, Farg'ona Marg'ilon ichidan bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz birga olib borib, chiroyli qilib tabriklab kelish xizmatini ham yo'lga qo'yganmiz azizlar. Bu mana shu bir martalik to'lov evaziga hammasi ichiga kiradi do'stlar. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizga qiziqtirgan savolni bering va albatta operatorlarimiz sizlarga to'liq batafsil ma'lumotlarni berib borishadi. Hozirgi kunda do'stlar 14 kun safar mobaynida 10 dan oshiq ziyoratlar. Bizning ziyoratlarimiz asosan Madina Munavvaradan boshlanadi. Ya'ni birinchi bo'lib Ravza-i Sharif, Xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonasi, albatta bu ochiq bo'lsa Qur'on bosmaxonasiga olib kiradi va bittadan sovg'a sifatida Qur'on ham beriladi, Qur'on kitob ham beriladi do'stlar. Bu haftaning har 2 kun, 3 kun ishlaydi, qolgan payt dam olishi mumkin. Shuning uchun ishlaganiga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsangiz, bemalol olib kirib 50 boshlarimiz chiroyli qilib aylantirib mana shu Qur'on bosmaxonasini tanishtirib chiqishadi. Bundan tashqari do'stlar, bizda bir martalik to'lov evaziga 2 marta umra qilish imkonini beradigan Toyib shahriga ham sayohatlarni amalga oshirib qo'yganmiz. Bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib, joylarini bron qilsalaring bo'laveradi do'stlar. 50 boshlarimiz sizni xudo xolasa 14 kun mobaynida zeriktirmasdan chiroyli holda uyimizga, ya'ni o'zimizga, davlatimizga, vatanimizga qaytishlikni ta'minlab berishadi xudo xolasa. Ishonchli va garantiyali tur firma Centrum Holidays sizga eng yangiliklarni, eng so'nggilarini ilinishdan to'xtamaydi. Hozirgi kunda 14 kunlik safarimiz narxi Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha 1050 dollardan, Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha 1075 dollardan qilib belgiladik azizlar. Agarda vizangiz bo'lsa, Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha 975 dollar, agarda Toshkentdan bo'ladigan bo'lsa 950 dollardan vizangiz bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar do'stlar. Chegirma qilib beriladi 100 dollar. Vizangiz bo'lsa, to'lovlarni qanday amalga oshiraman deganlarga, to'lovlarimiz do'stlar sizlar Telegram yoki WhatsApp orqali Zagram pasportlarni berasiz. Biz siz joyingizni bron qilishimiz uchun bank shot raqamini beramiz. Bank shot raqamiga o'zingiz imkoniyatingizdan kelib chiqqan holda xohlagan summada
o'zingizga yaqin bo'lgan bank, ofis yoki filiallardan to'lovlarni amalga oshirsangiz bo'laveradi. Ya'ni shot raqami orqali siz bizga chekini taqdim qilsangiz, hisob sizni joyingiz bron bo'ladi do'stlar. Agarda Farg'ona Marg'ilondan bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol rasmiy kassaga kelib, rasmiy ofisimizda rasmiy kassalar orqali ham to'lovlarni amalga oshirib va shartnomalar qilib ketishingiz mumkin azizlar. Hoziroq biz bilan bog'laning, aloqaga chiqing va joylaringni bron qiling. Bu paketimiz standart plus paketi, ya'ni komfort paket bilan birlasha oladigan paketlardan biri. Siz ziyoratchilarimizni kutmoqda azizlar. Bizni kuzatib boring, keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.